Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda hayz münasebetlik mezmunu hakkında toxtulup bugün mundaqdaydı. Nifas ne hayz, hayz ne nifas dep ataş hakkında yoki shundaq dep atagan kishi hakkında deydi. Asli nifas ayol kishi mesela tuqqandan keyin chiqadigan qon bir mezgil chiqadi. Ba'zi 20 kun, ba'zi 30 kun, ba'zi 40 kungacha davom etadi. Hayz bo'lib qolsa, hamda odatda shu 1 kun, 2 kun, 3 kun, 5 kun, 6 kun, 10 kun deganga o'xshash ayollarniki bu odat vaqti o'xshamaydi bu jihatda. Ammo ikkisiniki manbasi bir. Buningga qarta cheklanadigan ibodat tuzilmalar bir bo'lg'achqa ikkisini o'xshash atalg'i bilan o'xshash atagan. Ya'ni nifas demak, hayz demak, nifas demak degan. Çünkü hem de nifasının qınımı şu hayz qınınki özü. Çünkü ayol kishi hamildor bo'lgan vaqtida bu hayz qini to'xtab bu bovoq bolaga ozuqliq aylandi. Bu bovoq bola tug'ilgandan keyin necha vaqtdan beri qapsilib turgan qon biroqla tinibla chiqqandan keyin hayz qini bu ko'proq nifasning qini hayz qinidan bakrak yoki ko'proq davom etadi. Adetdeki o'xshamaydi. Millatda ikkisi asosan bir manbadan chiqqan. Buning qarta cheklanadigan roza, namoz qatorliq ibodatlar o'xshash. Endi bu 298-numurli hadis Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Makki ibn Ibrohim hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Hisham hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu Hisham ibn Abi Abdullah Destuai degan Kitabul Imonda o'tgan. Bu tarjimalar bularniki hammasiniki asosan tarjimani boshida o'tib bo'lgan raviylar. Bu yerda qayta deyishniki hayt yo'q. Bu kishi Yahya ibn Abi Kasirdan, bu kishi Abi Salmadan. Abi Salma Abdurrahman ibn Avf'ninki o'g'li. Endi Zeynep bint Ummu Salama bu ayol shu so'zlab beribganda Abdurrahman ibn Avf'ning o'g'li Abi Salmaga so'zlab bergan ekan. Ummu Salama bu ayolga so'zlab bergan ekan. Endi mavu Zeynep bint Ummu Salama bu kim deganda bu payg'ambarimizniki sevimlik, nayt aqlliq, donishmand ayoli Ummu Salamaninki burunqi erdan bo'lgan qizi. İsmi Ebu Selime nomi bilan mashhur. Bular nayt katta muhojir sahobalardan. Abi Selma o'lib ketgandan so'ng payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ummu Salimani olgan. Shu Ummu Salimani olgan vaqtida bu Zeynepni birga elib kirgan. O'z zamonasiga nayt katta faqih ayollarniki biri. Chunki boshqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning turmushini ko'rgan, shu uyda cho'ng bo'lg'achqa, onasidan nurg'un narsalarni o'rgangan, boshqa ayollardan o'rgangan. Demak, bo'libmi shu ayollar masalasiga munosabatli masalada nayt inchik nuqtalarni biladigan bir faqih ayolniki biri bu. Bu ayolning tarjimali boshda o'tib bo'lgan. Endi bu yerda demoqchi bo'lgani Ummu Salamaning mundaq deganligini Abi Salamaga so'zlab beryapti. Ammo Abi Salama bilan Ummu Salamaning hech qanday bog'lanishi yo'q bu yerda. Demak bu yerda onasi deb bergan gapni deb beryotganda Ummu Salama shunday degan ekan. Orada men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan edim deydi. Shunda bir nemada bir adiyalda yotgan edim deydi. Belki Hamisa dediğimiz bir adiyal. Bununki mudaylık etrafında jiptik talaları var. Adiyalını gösterdim bir yepinci şekildeki nesne. Şu vaxtda ben hayz görüp qalgan deydi. Hem de Resulullah bilan yatqandiki Resulullah bilan napak holatda o'tirishni yaxshi ko'rmadimi yoki Resulullah ma'lum bir talab qilib qolsa bir arayonlik turmushni uni yoqtab qolsa ko'ngliga bir xil kelib qoldigan avval bo'lmasin dedimi azroq yoshiruncha sug'urildim deydi bu ayol. Shundan bilan men hayz kiyimlarimni kiyib keldim. Endi odatda vaqtdagi ayolniki turmush kiyimi ayrim, masalan, hayz vaqtida kiyadigan tozliq kiyimi ayrim degandek farqlandiganda, buni qaragan vaqtida xili bir madanilik kelib chiqdi bu avvalda. Payg'ambarimiz darhol hayz kiyimini kiygandikilar shunday qilib nifas bo'lib qoldingizmi dedi. Demak, bu yerda payg'ambarimiz hayz kalimasiga nifas kalimasini ishlatgan. Ikkisi o'xshash demoqchida. Shu vaqtida Ummu Salama men ha dedim deydi. Payg'ambarimiz meni qishig'i yani chaqadi kelavering dedi. Men Rasululloh bilan bu yerda bu adiyalda yotdim dedi. Hamisa
kelimesi baş ibaret işletilgen, hamiler kelimesi başka bir ibarette işletilgen ikisi okşaş hemde. Demek ki bu yerdeki çuğçusu var demdik. Çuğçusu var ediyal. Artık canımazlarımızınki oldu kendide mesela çuğçusu oladı o jiplik manda. Şunu okşaş ediyallar. Ne hamiler dep ataydı. Bugünkü dersimiz müşahit boğa ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.